yorvora yuragim bo'ldi so'rama uni sarsona ko'zlar izlama har kuni divona bo'ldim ah begona bo'ldim endi. Bir soatda necha pul ekan? Nimani bir soatda necha pul ekan? Sabr aka, nimani bir soat necha pul ekan? Nimaga pul to'lamoqchisiz bir soatga? 100 ga pul jo'ratib 5 ga birda urib qo'ying. Xotin bechora kutib o'tiribdi, qachon kelib dadasi chiqarkin meni deb. Amini qashlab agar o'ta Badrinda tikarli Badrinda olib chiqib amiga tiqib yotibdi aka. Nimani sotmoqchisiz? Bu ishlagan kelgansiz so'ng. Plastika xirurgini adresini ayting Moskvada. Voy nima qilasiz? Bitizga qildirasizmi? Hoppa. O'zi 56 ming 60 oylik olsiz, ko'chiga chiqding undan ko'ra. Voy men kecha to'y ko'rib qoldim-ey. Voy men kecha dugonam yagona meni padilitsiya qildi deylar TikTokdan. Bitta Karolina degan farg'onalik 3 ga chiqqan 8000 so'mlik dasturda turadigan shmara qizdi. Shamil degan bola oldi turmushga. Katta to'y qilib представляете. Ana g'iybatsizlarga, ana g'iybat. Ko'rib shok bo'ldim. Nechta u qizni ko'rgan qo'toqlar bilan bu yerdan Shamil Farg'onalikda. Bu yerdan to'g'ri most bo'lib Farg'onaga bunday most bo'lib turib, qaytib bu yoqqa qaytib keladigan qizga uylandi kecha. Kecha katta to'y bo'ldi. Представляете? Moskvada dasturda turardi 8000 so'mdan Karolinamidi? Karolina degan qiz. Farg'onalik qiz. Poq berdi bittasini shlab ketib o'rab menga xat bo'lib qoldi. Tep ketdi. Ana. O'zi bechara haligi remont qiladigan kvartiralarda yashab yurardi. To'yga pul qaytdi. Lekin deyman, ana sizlarga g'iybat. Ana. Moskvani qatida Belarusiydaman. Qo'shtepaga qaragan qismi bilmayman. Qo'shtepaga qaraydimi, ammo pastga qaraydimi, klitri qaltirab turadimi bilmayman. Samarqanddan salom. Tiqtirgan chiqaradi. Keginchi kecha to'y bo'ldi shu, hayron qoldim-ey. Tavba. Ota-onasi qayerga qarayapti u bolani? Hammaga yotib pasteliga bunday qilgan qizga uylanib ketdi. Endi amdi qudrat kuchli-da endi. Yulduz Usmonovaga fikringiz. Yulduz Usmonova fikrim pensiyaga chiqa qolsin. Yoshlarga yo'l bersin. O'rcha qo'shiq bor-ku, Darogu maladim degan qo'shiq. Endi pensiyaga chiqib, nevarasi Nilufar opamizdan bir 5 ta 6 ta farzandni tayyorlab berdi. Endi ashlarni vaspitat qilib pensiyaga chiqib o'tirsa ham mayli. Endi unvonlarga ega bo'lib oldi. Endi pensiyaga chiqib o'tirib, xirgoyi qilib, nevaralariga qo'shiq aytib, alla aytib o'tirsa bo'lardi. Ozoda opalarga bunday yo'lni bersa bo'lardi. Toshkentdan salom, Toshkentga salom.